Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, bugungi mavzuyimizda bizlar turli xil modellarni, tayyor kombinatsiyalar bilan ishlangan va tayyor kutubxonalarni ishlashni o'rganamiz. Va birinchisi esa topshirig'imiz Python AI tarmog'i yordamida CNN arxitekturasini qo'llab klassifikatsiya dazanasini tarmog'ini qurishni boshlaymiz. Xo'p, bizga birinchisida kutubxonalarni yuklab oldik. Mana bu yerda kutubxonalarni ko'rayotgan bo'lsak, Torch, PyTorchni ichidagi narsasi kutubxonasi, keyin bizlarga optimizerlar kerak bo'ladi. Torch Vision ko'rish uchun bizlarga kerak. Keyin mana bu yerda esa bizlarni kerakli narsani import qilib, ya'ni rasm ko'rinishida ko'rishimiz uchun shart bo'ladi. Va NumPy esa bu hisob kitoblar uchun, ya'ni tensorlarni PyTorch ishlatganimizdan keyin albatta tensorlar bilan foydalanamiz. Tensorlar bilan albatta sonlar bo'lgani uchun sonlar bilan albatta katta ma'lumotlar bo'lib ketadi va u yerda NumPy yaxshi hisoblab bera oladi. Confusion matrix display qilsak, u yerda bizlar xatolarimiz va to'g'ri qilganlarimiz oddiy display, ya'ni matrica ko'rinishida chiqarib beradi. Xo'sh, bizga kerakli narsamiz asosiy datasetimizga kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Xo'p, biz datasetimiz ya'ni 0-10 datasetidan foydalandik va bu yerda bizlarda mana ko'rishimiz mumkin 10 tasi bor. Ya'ni bu standart qilingan internetdan tayyor kutubxona orqali chaqiradigan bo'ladi yoki zip faylga yuklab olib, ya'ni VS Code yoki Google Cloudda ochsak ham bo'ladi. Bu yerda turli xil ko'rinishlar bor. Bizda esa birinchisi airplane, samolyotlarning turli xil ko'rinishlari, uchganda, yotganda yoki boshqacha ko'rinishlarda bor. Mana avtomobil, mana mushuklar bor, keyin mana otlar ko'rinishlari bor, turli xil ko'rinishlarda. Keyin mana qayiqlar, kemalar ko'rinishlari bor, truck, ya'ni yuk mashinalari, turli xil tashuvchi kemalar, mashinalari bor. Bu yerda turli xil har xil pozalarda, har xil shakllarda tushirilgan rasmlarni umumiylashtirib, xususiyatlarni ajratib olamiz va oxirida shunga o'xshash boshqa, masalan, avtomobil rasmi keladigan bo'lsa, o'shani avtomobil deb chiqarib beradigan dastur qilamiz. Mana bizda kerakli narsamiz videoni yuklab oladigan datasetimizni yuklab olamiz. Mana 0-10 qilib va ularni train datasetga, test datasetga bo'lib, datani ichidagini qilib kerakli o'zimizga qilib ajratib olamiz. Keyin mana bizlarga kerakli klasslarning nomi, frog, horse, sheep, truck. Keyin mana bizlarda datasetimiz 100% holatda yuklanganligini ko'rsatdi. Va endi bizlarning qiladigan arxitekturamiz CNN arxitekturasi va buni bizda mana kod shaklida bu ko'rinishi bor va kod shaklida mana funksiyalarimiz bor. Mana endi layerlarimiz, qatlamlarimiz bor. Mana birinchi qatlam, CNN qatlami, CNN arxitekturasi o'zi bunday holatda ishlaydi. Eng soddasi input, hidden layer va output bo'ladi. Hidden layerimiz, ya'ni ichidagi qatlamlarimiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana hidden layer 1, layer 2 ga o'xshash va bizning arxitekturamizda quriladigan modelimiz juda zo'r va yaxshi natijalar beradi. Bizlarga input shaklida kirib keladi va buni kod shaklini ko'radigan bo'lsak, grafik shaklida, ya'ni rasm ko'rinishida sodda qilib ko'radigan bo'lsak, mana birinchisi input shaklida kiradi, mana chap tarafimizda, keyin oxirida esa output shaklida bo'ladi. Mana buni ichidagi hidden layer bo'ladi. Va bizga rasm kiritamiz, oddiy rasm beramiz. Uni o'lchamini soddagina qiladigan bo'lsak, ya'ni piksellarga turli xil resurslardan tejaladigan holatda ko'radigan bo'lsak, mana 32 ga 32 shaklda bo'ladi va uni pikseli 3 RGB rangda, turli xil ranglarda bo'ladi. Mana bizlar kiramiz hidden layer birinchi ko'rinishini konversiyamizda va bu yerda bizlar reload funksiyasini ishlatamiz. Konversiya funksiya 3 ga 3 qilib, shaklini kichaytiramiz. Mana bizda esa 32 ga bo'ldi va shaklimiz kichraydi. Oldin 32 ga 32 edi, hozir esa 16 ga 16 shaklda kichraydi va uni kichaygandan keyin uni ortiqchasi tashlab yuborishimiz mumkin yoki tashlab yuborilmadi, ya'ni orqasiga uni ixchamlandi va shaklini o'zgartirib kichiklashtirildi. Xuddi nimaga o'xshatsak bo'ladi? Xuddi kompyuterga o'xshatsak bo'ladi. Yig'iladigan kompyuteri bor. O'shani yig'ib kichkina holatga keltiriladi. Uni max pool qilib, uni 2 ga 2 matrica qilib, eng mana matrica bo'ladigan bo'lsa, o'shandan
turli xil materialni ketaveradi. Bu yerda eng katta qiymatini olib ketaveradi va qolganlarini tashlab yuboramiz. Va bu yerda shunday mana bundan keyin layer 1 dan keyin layer 2 ga o'tkazamiz. Layer 2 da mana 16 edi, endi 8 ga 8 bo'ldi va 64 ga ko'rinishga o'tdi. Mana bu yerda ham xuddi shu jarayonlar kelyapti. Reload qilib, mana bizlarga ortiqcha, keraksiz bo'lganda, mayda son qiymatlarni tashlab yuboramiz. Ya'ni manfiy qiymatlar bo'ladi va ular bizga modelimizni o'qitayotganda shart bo'lmasligi mumkin. Mana o'qlarni qo'shib o'qitganimizda model aniqligi o'zgarmasligi mumkin. Shunda biz ortiqcha resurs sarflamasdan shunchaki tashlab yuboramiz. Bu yerda max pooling qilamiz. Mana oxiriga keyingi qana qilamiz va bu yerda bizlar fully connected ga boramiz. Bu yerda nima edi? Mana flatten funksiyasi ishga tushadi. Flatten funksiyasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu 3 ga 3, yana 3D ko'rinishidagi vektorni son qiymatlarini, ya'ni bizlar mana bu yerdagilarni son qiymatga o'tkazib, xususiyatni ajratib olganimizni 3D ko'rinishda bo'ladi va 3D matritsa desak ham bo'ladi. Ularni 1D, ya'ni oddiygina vektor, bir qatorli vektor ko'rinishiga o'tkazib yuboradi. Mana 4096 qilib hisoblanadi. Keyin mana bu yerda bo'ladi, 256 ga o'tkazadi. Va oxirdagi, ya'ni fully connected natijamiz esa oxirida mana 256 dan bizlarda 10 ta output shaklidagimizga qiymatlar berib chiqadi va uni taxminiy foizlar desak ham bo'ladi. Airplane mana keladi, shu qaysi biriga to'g'riligini foizini ehtimolligi bo'ladi. Mana airplane masalan 80%, bunga 1%, bunga 1,5%, shu bunga 2% deb ko'rinishda bo'ladi. Mana buni oddiy kod qismida ko'radigan bo'lsak, mana layer 1 ko'rinishda, convolution 3 ga ko'rinishida edi. Kernel size bor, 3 ga bo'ladi. Page normalizatsiya va mana reload manfiy qiymatda tashlab yuborish, max pooling xuddi shu kelayotgan qiymatlarda maksimal natijani, ya'ni bizlarga kerakli xususiyatlarni olib olish uchun kerak. Ya'ni hajmni ixchamlash uchun albatta mana ikkinchi qismi layer 2 ham xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Mana oxirida liner funksiyasi bor. Mana forward qilib bizlar yana natijamizni chiqaramiz. Bu yerda esa hisoblaymiz, device deymiz. Device da bu oddiy GPU ni ishlayotganligini qiladi, tekshiradi. Agar GPU ishlayotgan bo'lsa, bunga berib modelni uni biriktiramiz, xususiyatini saqlab qo'yamiz. CNN mana bu klassini umumiy qilib chaqiramiz va buni GPU2 qilib GPU bilan hisoblaymiz. Optimallashtiradi. U yerda learning rate bor. Har bitta datasetni ko'rib chiqayotganda uni qanchalik tez o'rganib chiqish uchun endi mana bizlarga esa train qismi yetib keldi. Mana birinchi 10 marta train epoklarimiz bor. Mana train loss bilan test loss, ya'ni xatoligini qiymatlarini saqlab ketamiz va oxirida uni mana bu yerda qilib chiqaramiz. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Birinchi xatomiz train lossda 1,5%, ya'ni 1,25. Testda esa 1,01% va buni aniqligi esa 64% ga ekan. Va mana bu yerda hisoblanaveramiz. Modeliga beramiz, imagelarni, bizlarga kelgan input qiymatlarini mana train loaderdan bizlarga kerakli narsani, rasmlar va uni labellangan qismlarni olamiz. Mana shu holatda hisoblanib ketaveramiz. Buni oxirida ko'rishingiz mumkin 9 va 10-qismiga yetib kelganda train lossimiz 0,3 ga 0,8 ga tushdi va accuracy'miz 73%. Bu albatta kerakli qiymatdan kam, lekin boshlanish uchun sodda, hidden layer'lar kamligi hisobiga accuracy'miz 73% ga ketdi. Endi buni grafik ko'rinishida ko'radigan bo'lsak, mana loss qiymati mana bu asosda tushib ketgan, ya'ni train lossimiz yana sal bo'lsa da optimal tushgan, lekin test loss'imizda esa test qiladigan datasetimizga kelganda esa biroz qiynalgan desa ham bo'ladi. Endi buni boshqacha ko'rinishda ko'radigan bo'lsak, har bittasini qiymatlarini, masalan 1000 tada samolyot rasmlari bo'lsa, har bittasini qaysi klasslarga predict qilib yuborganligini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda to'shini qilganmiz. Imagelar labellari bilan, rasmlar bilan ularni belgilangan nomlari bilan ajratib oldik. Mana shu ko'rinishda keyin ularni numpy qilib hisobladik.
Xo'p, mana bu yerda esa ko'rishimiz mumkin cifr 10 datasetida confusion matrix bu ko'rishimiz mumkin. Mana airplane-dagi datasetimizni airplane ga ko'rishimiz mumkin. Bu yer bilan bu yerni hisoblaymiz. Airplane da 8 masalan umumiy hisobda 1000 ta datasetimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani 817 tasini airplane to'g'ri hisoblagan va uni ko'm-ko'k rasmda qilgan va 12 tasini mana avtomobilga o'xshatib yuborgan. To'g'ri, rasm sifati xiraroq bo'lishi mumkin, uzoqroqda olinganga mana mashinaga o'xshab ketishi mumkin. Shu ko'rinishda mana bird qushga o'xshatib yuborgan bo'lishi mumkin, chunki qanoti bor. Mana matritsani hisobiga u yerdagi piksellarni kamligi sifatsizroq bo'lgani uchun biroz qushga o'xshatib yuborgan va uni 35 ta rasmni qushga o'xshatib yuborgan. Shunday ketaveradi. Va bizda esa ko'p qismini xatolik qilganda mana mushukni qanaqa predikt qilishda xatolik bo'lgan. Juda ham ko'p qismi desak mana umumiydan deyarli yarmini mushuk to'g'ri hisoblagan va uni 237 tasini kuchukka o'xshatib yuborgan. To'g'ri, uni kuchuklarni ham shakli mushukka o'xshab ketganligi uchun shunday xatolik hisoblangan. Mana endi biz transformer orqali tepadagi sena arxitekturasidan ko'ra yaxshiroq natijani olishimiz mumkin. Mana bu yerdan xuddi shu kutubxonalarni yuklab oldik. Bu yerda esa boshqacha natija ketadi va uni o'ziga 224 pikselga ajratib oladi. Kam bo'lsa unga fonalar, piksellar qo'shadi. Mana ko'rishingiz mumkin, data loader orqali kerakli train va test datasini yuklab oldik. Va shunday qildik. Va mana modelimizdan foydalandik, tayyor modelimizdan va o'qitilgan model bor. U yerda o'sha o'qitilgan model asosida o'zimizning rasmlarimizni moslaymiz. Mana auto model for image classification deydi. Avtomatik ravishda o'zini o'qitib hisoblab ketaveradi. Umumiy 10 tamiz bor. Shu holatda ketaveradi. Mana bizlar natijamizni ko'radigan bo'lsak, mana GPU ni test, mana bizlarda shu klassifikatsiyalar bor ekan. Shunday qilib va endi bizlarni mana epoklarimiz bor ekan, 4 xil ko'rinishda bor. Yana bizlarda birinchi qismida 1 bo'lgan va uni keyingi epokda esa albatta katta qismi tushgan, mana 4,5 bo'lib oxirida qolgan. Va bizda test aniqligimiz esa 85% ko'rinishida bo'ldi. Bu oldingi modelga qaraganda ancha yaxshi. Va mana ko'rishimiz mumkin, mana airplane ham 812 ta bo'lgan bo'lsa, 853 ta yaxshi predikt qiymatlar oldi. Mana bu yerda truck bilan ship, kemalarni predikt qilish ancha yaxshi. 900 ta deyarli ancha bunchasi to'g'ri hisoblagan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mushuklarni ham to'g'ri hisoblagan. Oldin 500 ta bo'ladigan bo'lsa, hozir 750 ga yaqin to'g'ri hisoblagan. Bu degani ichida neyronlar qismlar bor. Bu yerdagilarni avtomatik hisoblab o'zi xatolarni to'g'rilab ketavergan. Endi keyingi qismimiz mana OpenCV, ya'ni Computer Vision orqali rasmlardan obyektlarni aniqlab olish. Buni bizlarga eng asosiysi kutubxonalardan foydalanamiz. Asosiy qismi mana YOLOni eng ko'p tarqalgan, populyar bo'lgan va ularni yaxshi hisoblab beradigan, hozir trendda bo'lgan YOLO modelimiz bor. Uni yuklab olamiz. Ana yuklab olganligimiz haqida to'g'ri ma'lumot berdi. Mana bizlarda YOLO 8N, ya'ni kichikroq versiyasi, ya'ni eng kichigi degani. Lekin bu bizlarga hisoblab berishimizda tez ishlaydi. Bu yerda Z bor, X bor, ular esa bundan kattaroq. Ular esa xususiyatlarni tinimsiz ravishda tezroq va sifatliroq aniqlaydi. Mana ko'rishimiz mumkin, tayyor model foydalanganimiz uchun bizlarga ortiqcha narsalar kerak. Shunchaki modelni chaqiramiz, unga rasm berib qo'yamiz va bo'ldi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, rasm berganmiz va bu yerda rasmni o'shani box bilan, to'rtburchak box bilan aniqlab va u yerga necha foiz o'xshashlikda va uni qaysi klassifikatsiyaga ega tegishliligini aniqlab berdi. Kar mashinasi bu yerda bor, bu yerda turli xil ko'rinishlarni orqaroqda qisqa yarmi tushib qolgan mashinalar bor va ularni ham aniqlagan. Trakda borgan, u ehtimoliga kam bo'lgani uchun trak emas. 0.27 tani bu yerda esa oldindan yaqqol ko'rinib turibdi. Kar, ya'ni 0.92%. Endi buni
rasm bo'lgani uchun uni albatta video ko'rinishiga, yana videolarni berishimiz mumkin. Video bu kadrlarni ketma-ketlikda va tez ko'rinishda bo'lgan shakl hisoblanadi. Mana bu yerda ham videoni berib qo'yganmiz. Mana bu yerda o'qitilgan har bitta kadr bo'yicha 384 ga 640 kadrni bitta person aniqlagan va 0,24 millisekundda aniqlagan ekan. Va shunday qilib har bitta kadrdagi rasmlarni aniqlab boravergan va oxirida bizga video ko'rinishida mana bu yerda chiqargan. Mana bu yerda shakllar necha foizligini hisoblangan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Videoni qo'yadigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin. Mana bitta animatsiya bor, video desak ham bo'ladi. Ana inson qimirlab turibdi. Mana bu yerda person degan, yana qaytadan qo'yadigan bo'lsam, person deb turibdi. Ana to'rtburchak holatda. Buni 64% gacha, 70% gacha chiqdi, 80% ga desa ham bo'ladi. Mana kayt verni qo'yani toshlar, bularni albatta aniqlayapti. Ana tosh bu yerda, bu yerda, bu yerda, har bittasi tosh bo'lgancha albatta uni tosh deb to'rtburchakga olib qo'ydi. Bu hozircha shu bizda